Mahalliy sortlardan tashqari umuman reyestrga kiritilmagan, chet eldan keltirilgan navlardan juda ko'p foydalanyapmiz. Buni ham plusi bor, ham minusi bor. Bilib bilmasdan fermerlarimiz, dehqonlarimiz ekyapti-da, kuyib qolyapti. Chunki u hali bizni tuproqqa mos keladimi yo yo'qmi, bizni sharoitimizda yaxshi o'sadimi yo yo'qmi degan gap bor. O'zbekistonda boyagi reyestrga kiritish uchun, uni sinash uchun bizdagi o'sha institutlarni, tegishli vakolatli idoralarni imkoniyat yetarlimi? Nima uchun bu qilinmayapti? Shundan kelaylik. Mana kirib kelyapti. Mana agar bozorlarga borsangiz yoki ko'chalarda yuradigan bo'lsangiz, urug' do'kon deydi. Agar urug' do'konga kiradigan bo'lsangiz, u yerda hammasi chet eldan kelgan urug'lar. O'zbekistonning urug'lari men ko'rdim, ba'zi joylarda endi o'zimizdagi urug'lar ham bor. Endi u urug'larni tavsiya qilishmayapti-da. Nima uchun? Chunki buni hosili ko'p deb chet ellikini tavsiya qilyapti sotuvchilar. Bu sabab nimada shunga? Bizani urug'chiligimiz u chet ellikiga o'xshab hali yaxshi rivojlangan emasmi? Shuning uchun bizning urug'larimizga nisbatan talab kammi yoki bo'lmasa qanaqa bu omillari bor? Tizim masalasiga keladigan bo'lsak, mana Sovet ittifoqi davridagi yashaydigan postsovetskiy время deymiz. O'sha davrga hisobga oladigan bo'lsak, har bir ekin turini o'zini urug'chilik tizimi bor edi. Mana respublikamiz mustaqillikka erishgandan burun o'tganimizdan keyin bu tizim yo'qoldi. Asosan paxta va g'alla tizimida bu narsa saqlanib qoldi. Chunki paxta bilan g'alla davlat nimasida turadi? Uni planli ravishda ekiladi. Necha gektar ekilishi, qancha mahsulot olinishi hammasi hisob-kitob qilingan. Kim qayerda urug' tayyorlaydi, o'sha urug' qayerga yetib boradi, u urug'i kim ekib qanday mahsulot oladi degan narsa hammasi tizimda bor. Lekin meva bilan sabzavotda na uni ko'chatchiligi, na uni urug'chiligida tizim qolmadi. Chunki uni yetishtiruvchi ilmiy tadqiqot institutlari eng yuqori original va super elita urug'larni yetishtiradi. Bu urug'lar juda kichkina bo'ladi. Ilmiy tadqiqot institutlarimizda bunaqa katta miqdorda butun fermerlarga yetishtirib berishga imkoniyati yo'q. Bu urug'ni urug'chilik markazi keyin tashkil qilingan markazdagi elit xozlar, ya'ni elita urug'larni yetishtiruvchi xo'jaliklarda ko'paytirilishi kerak edi. Afsuski o'sha davrda shu xo'jaliklar yo'q bo'lib qoldi. Hozir urug'chilik markazi bor, urug'chilik tizimi shakllanyapti, lekin kuchi yetmayapti ularning ham. Buni ham subyektiv, ham obyektiv sabablari bor.